bo'lishinglar mumkin. Bugungi videoda biz ajoyib uyqudan so'nda ketdik. Uyni mana shu yerdan qursak ham bo'ladi, yo'q bo'lmaydi. Qishloqqa teleport bo'laylik, mana shu yer bo'ladi. Mana uyni boshlanishiga mana bunday qilib oldim. Mana bu yerni yopamiz. Mana uyimni tushunayotganlar, bu uyni qayerdadir ko'rganlar, mana buni ko'rgandim deb kommentariyga yozsin. Buni buzamiz. Bunday qilib o'yinlar uchun joy ochamiz. Qolganiga esa muzika. Do'stlar, unda yana ketdik. Videoni qo'shib olamiz. Mana bunaqa polda ajoyibgina bloklar o'ylab topdim. Sizlarga ko'rsataman. Tomida esa brikslarni ishlatamiz. Ya'ni g'ishtli uchta bloklarni ko'rgan bo'lsanglar kerak. O'sha bloklarni ishlatamiz. Yana qo'shiq. Unda biz eshikni qaysi birini qo'ygan yaxshi? Bunisi yoki mana bunisi? Kommentariyga yozib qo'ying. Oq yoki qora. Agar oq yoqqan bo'lsa oq, qorasi yoqqan bo'lsa qora. Biz oqini qo'yamiz. Keyingi videoda qora desang, qora deb yozilgani ko'p bo'lsa, qoradan qilamiz. Tomini sizlarga aytgandim boya. O'sha blok qayerda edi? Topib olaysiz. Qani edi? Xo'sh, mana topdim do'stlar. Mana shu blokdan tomini yopamiz. Xo'sh, ajoyibgina g'ishtlar. Yana bir qo'shiq qo'yam, yo'q, effekt. Tomini yopishda davom etamiz. Tomini yopib bo'lgandan keyin yana bir qo'shiq qo'yib yuboramiz yoki effektni bu narsalar qo'yib yuboramiz. Xo'sh, buni yopib bo'ldik, endi qo'shiq effekt.
davom etamiz va bizga save qo'yishimiz kerak. Hozircha annual. Endi bu yerdan nima qo'yishimiz mumkin? Albatta save'ni qo'yamiz. Save yo'q, o'xshamayapti. Bunaqachasigacha ko'rinmayapti-da. Hozir bu yerga qo'yaylik. Mana shunaqa joyi ko'rinib turishi kerak. Buni masalan mana bu yerda qo'ysak bo'ladi. Endi buni surat bilan yopib qo'yishimiz kerak. Mana bu yerda. Mana bu yerda surat bo'ladi, lekin save borligini bilmaydi. Mana bu yerni ochsak qarasa save bo'ladi. Bu yerda kichkinaroq surat qo'yaylik. Masalan, yo'q, kichkinaroq mana shu bo'ladi. Shu tashqariga chiqamiz. Orqasini ham yopib qo'yaylik. Chunki bu yerda ko'rinib tursa yomon bo'ladi va safimizni ko'rib oladi. Mana bunday qilib yopamiz. Va bu yerda nima kattalashib qolgan desa, kichkinagina xonachasi bor. Bu yerda yotoqxona qilganmi deb o'ylaydi. Xo'sh, davom etsak, bu yerda mana save bilinmaydi. Mana bu yerda sandiq yo'q. Nima qo'ysak bo'ladi? Kitobchalar qo'yamiz. Yo'q, save qo'yamizda ustiga. Bu save emas, oddiy dekoratsiya bo'lib, oddiy blokni bildirib turadi. Bizga kitoblar kerak. Kitoblar mana ekan. Kitoblarni mana bunday qilib qo'yamiz. Tagiga bunday, yana bunday va bunday. Va bu yerga yo'q, oynani to'sib qo'yapti, bo'lmaydi. Bizga kitobni qo'yadigan joy kerak. Mana oldim. Mana bu yerdan kitob o'qib turadi. Davom etamiz va bizga yana kitoblar va mana bu yerni yopamiz ozgina. Bunday qilamiz. Yo'q, bu yer sal kichkina bo'ldi. Mana endi zo'r bo'ldi. Xo'sh, invertordan hozir bizga kerak. Mana bu yerda qanaqadir sigan qo'yamiz. Sigan zo'r bo'ladi. Nima bo'ldi? Sigan kerak emas, kerak yo'q. Xunuk qilib qo'ydi. Bizga mana bunday qilib qo'ysak, ichiga kitob qo'yamiz. Kitob qayerda turardi? Mana bu yerda tursa kerak. Mana ajoyib ko'rindi. Endi bizga yana kitob bo'lamizmikan? Mana bu joy bo'sh qolyapti-da, nima qo'ysam? Mana bunaqa qo'yaman. Do'stlar, video pauza. O'zi biz mana shu bilan qo'shiq chalamiz. Mana bu yerda ham ozgina chalamiz. Mana qo'shig'imni eshitib qo'yinglar. Do'stlar, boshlaymiz. Mana shu qo'shiqni chalib, ovoz eshitilmaydi sizlarga, eshitilmabdi hozir shu joyiga. Men qo'shiq chalgan joyimni ovozi eshitilmabdi sizlarga, shuning uchun uzr so'rayman. Mana shu joyga o'zim qo'shiq chalib yuboraman. Qo'shiqni boshlaymiz. Qo'shiq chalamiz. Do'stlar, biz hozir uyimizni ko'rishingiz mumkin. Ajoyib bo'ldi. Xo'sh, biza bunday qilib uxlaydi bu yerga chiqib. Lekin sig'mayapti, bunday qilib bosib qo'yadi. Bo'ladi, shunday uxlaydi. Xo'sh, yana nima qo'yishimiz mumkin? Mana bu yer bo'sh qoldi. U yerda nima qo'yamiz? Qo'l yuvadigan qayerda mana? Bu yerda qo'l yuvadigan va suv ichiga qo'yamiz. Va uni ustiga mana bunaqa ilgichdan qo'yamiz. Qo'yib bo'lmayapti, mayli, kerak emas. O'ynani sindirib yubordim. To'g'rilaymiz. Bu yerda bizga kerak mana sandiq qo'yamiz. Ikkitali bo'ldi sandiq. Ajoyib ko'rinyapti. Yana bu yerda yo'q, kitob qo'yamiz tagida birinchi. Keyin ustiga sandiqlarni qo'yamiz. Yo'q, bunaqa bo'lmaydi. Mana bunaqa qilib qo'yamiz. Ana bo'ldi. Bu yerda nimadir yetishmayapti. Yo'q, bo'lmaydi bu. Mana shular bo'ladi, ajoyib. Yo'q, bu yerda bo'lmaydi. Yo'q, bu yerda qo'ysam ham bo'lmaydi. Va mana zo'r joy topdim. Mana ajoyib bo'ldi. Endi orqasiga surat qo'yib yuboramiz. Yo'q, ikkitalidan kerak bizga, ikkitali. Mana ajoyib bo'ldi. Bu yerga nima qo'ysak bo'ladi? Mana tort qo'yamiz. Yana bizga bitta narsa kerak. Mana shuni qayerga qo'ysam bo'ladi?
Masalan, mana bu yerda. Yo'q, o'xshamaydi. Xunuk ko'rinar. Masalan, bu yerda. Yo'q, buni qo'yib bo'lmaydi. Qayerda qo'yishim mumkin? Mana shu yerda qo'ysak bo'ladi. Bunga qo'yamiz. Nimani qo'ysak bo'lar ekan? Nimani qo'ysak bo'ladi? Mana shuni qo'yamiz. Endi qo'yib bo'lmayapti buni. O'tirib qo'yish kerakmi deymanda. O'tirib chiqamiz. Buni qo'yib bo'lmar ekan. Buni boshqa narsa qo'yish kerak. Bunday qilamiz. Endi qo'ysa bo'ladi. Tuvak qo'yamiz. Ichiga gul solamiz. Chiroylirog'idan kerak. Mana bunisi bo'ladi. Mana shu. Qo'yib bo'lmaydi. O'tirib mana ana endi bo'ldi. Endi bu yoki narsani bu yerga qo'yamiz. Va ustiga nima qo'ysak bo'lar ekan? Ustiga skeleton skulni qo'yamiz. Skeleton skul. Mana bu yerda bunaqachasiga qarab turish kerak-da. Bu mana bunaqachasiga. Ichi ajoyib bo'ldi do'stlar. Mana ajoyib xona bo'ldi. Sizlarga ko'rsataman. Mana tashqariga chiqamiz. Mana ajoyibgina xonacha bo'ldi. Mana ko'rishinglar mumkin. Tomonlarni kritikalardan qildim. Men qurib bo'ldim. Ko'rishinglar mumkin. Yaqin atrofda yo'lbarslar ham bormi deyman-da. Ovozlar eshitilyapti. Endi ko'ringlar ajoyibligini. Men endi ichkarisini ham ko'rsataman. Uyim ichkarisi qanday ajoyibgina chiroyli bo'lgan. Endi video tugadi. Hammaga xayr deb qolaman. Mana ajoyibgina. Endi tashqariga chiqamiz. Mana ajoyibgina uyim. Unda video tugadi. Hammaga xayr. Sizlar bilan Monvix Minecraft bo'ldi. Uyimni ko'rishinglar mumkin.